Juda ko'p mashhur insonlarni bilaman, noz chekadi. Ko'pi chekadi, lekin yashirib chekadi. Do'stlar, bu narsaning nomi noz. Bu kimgadir dada meros, kimgadir bobo meros. Buni chekkan odamlar yaxshi biladi, buni tashlash juda qiyin. Shuning uchun tashamanglar, chekib turgan odamlar tashamanglar umuman. Chekishni boshlamoqchi bo'lib turgan yoshlar yaqiniga yo'lamanglar. Ertaga sizlar ham boyaga aytgan odamlarimdaqa bo'lib qolasizlar. Tasha olmaysizlar umuman. Bir amallab ana shu noz chekadigan odamlar tugab olsa, o'zi hayot tez o'tyapti-yu, umr yangi avlod shu bilan noz nimaligini bilmay o'tadi. Shunaqa yomon illatda bu boshqa chekiladigan hamma narsadan eng yomon noz. Chunki ertalab turganingda birinchi bo'lib noz chekkanlar o'zi yaxshi biladi. Shu nozni qidirib qoladi. Ertalab birinchi qiladigan ishi bular. Orqasidan keyin telefonni olib internetga kiradi. Shuning uchun noz chekmanglar. Juda qiynalasizlar. Hayot qisqa, rosa qisqa. Hammamiz o'tib ketamiz. Prosta eslatib qo'ydim. Men ham o'tib ketaman, sizlar ham o'tib ketasizlar. Juda ko'p mashhur insonlarni bilaman, noz chekadi. Ko'pi chekadi, lekin yashirib chekadi. Nimaga yashirib chekadi bilmayman. Chekadigan odamlar yashirmanglar. Ko'rib turibdi, tepadagidan yashirmagan bandasidan nima qilasizlar? Chekaveringlar. Askashlar, like va podpiska esdan chiqmasin, ha.